Elokatsiya haqida ko'plab mish-mishlar mavjud. Ba'zilar uni Nurning o'g'li deyishadi. Ba'zilar esa o'z zulmatda tug'ilgan. Bu sababli uni juda kuchli deb hisoblashadi. Nega sevganlari unga xiyonat qilishgan? Ba'zilar esa u xudolardan ustun bo'lgan kuchdan foydalanib, insoniyatning shonli davrini yo'q qilgan deb hisoblashadi. Bu kechirib bo'lmaydigan jinoyat. Bularning barchasiga sababchi gunohkor. Dunyodagi odamlarning u haqidagi fikrini eshitganida u shunchaki qo'l silkib qo'ydi. Menga baribir. Yashasin sarkarda! Yashasin Muqaddas qonun xudosi! Yashasin Elokatsiya! Yashasin Nur farzandi! Yashasin Elokatsiya! Elokatsiya! Sen mening vorisim bo'lishing kerak. Hoy, soxta kitoblarni egasi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Elokatsiya! Sen aniq bu dunyoni yo'q qilasan. Hozirgi davr avvalgisidan ancha farq qiladi. Jinlar bostirib kelishidan 6000 yil oldin bu davr insoniyatning shonli davri deb atalgan. Barcha insonlar Nur xudosiga sig'inishgan. Nur xudosi ular uchun yagona umid edi. O'sha kungacha ulug'vor saltanatni to'xtatgan papa Nur xudosining bashorati. 6000 yil vaqt davomida paydo bo'lmagan Nurning o'g'li tez kunda bizni yangi davr tomon yetaklaydi. Yashasin Nur xudosi! Yashasin Nurning o'g'li! Va bu hammasining boshlanishi edi. Qarshilik qilma. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Yo'q, xohlamayman. Sen Nurning o'g'li bo'lishing kerak. Sen albatta bashoratdagi Nurning o'g'li bo'lasan. Agar sen Nurning o'g'li bo'lsang, bizning Kayton eng qudratli davlatga aylanadi. Qarang, bu Nurning o'g'li. Umumiy ruhi kuchi 90 ball. U rostdan ham yorug'lik farzandi. Hamma eshitsin. Bu yangilikni butun qit'a bo'ylab tarqating. Bizning qirolligimizda Nurning o'g'li tug'ilganligini hamma bilishi kerak. Nurning o'g'li. Nurning o'g'li. Bu Nur xudosining vorisi. O'sha kundan boshlab Kayton qirolligi qit'adagi eng qudratli davlatga aylandi. Ularning mamlakatida Nur o'g'lining tug'ilishi o'z pozitsiyasini mustahkamlashga ham katta yordam berdi. Imperator Kayton xohlaganidek bu xabar qisqa vaqt ichida butun qit'ani qamrab oldi. Xuddi shu paytda Bangbo qit'asining chekka bir mamlakatida Aziza, bu yerda yozilgani rost bo'lsa, ikkita Nurning o'g'lidan biri o'ladi. Bunda o'g'li emas. Nurning o'g'limi? Electrolux yorug'lik bolasi bo'lishdan ko'ra yaxshi ko'rinadi. Ha, men uni yaratganlarimni takomillashtirdim. afzal ko'raman. Bu ketishda janob oliyalarga yana yutqizamiz. Tezroq harakat qil. Bu safar albatta yutamiz. Gapirishni to'xtatib, tezroq meni ushlang.
Biz deyarli yetib oldik. Men chalg'itaman. Sen ushlaysan. Yaxshi. Oliy hazratlari. Nima? Bu qotillarmi? Oliy hazratlariga suiqasd. Nimani kutyapsiz? Bo'la qoling. Chaqmoq tezligi. Siz kelajakda men bilan turmush quradigan odamsiz. Iraksi. Sen G'arbiy Osiyo malikasi Flowsan, to'g'rimi? Siz otangizga o'xshamaysiz. Yoshligimdan beri kasalman. Umid qilamanki, sen bashoratda aytilgani kabi aqllisan. Kelajakda G'arbiy Osiyo qirolichasi bo'laman. Shundagina meni qizim zaif odam bo'lmaydi. Oliy hazratlari yanada kuchayibdi. Sizlarni bu yerga kim yubordi? Ikkinchi Nurning o'g'li o'lishi kerak. Nurning o'g'li? Sen shu yerda o'lishing kerak. Nima uchun? Vaqt to'xtadi. Agar shunchalik o'lishni xohlasang, senda o'zimning yangi jodamni sinab ko'raman. Hayot va o'limni yo'q qilish. Doimiy teskari aylanish. Qochish uchun hech qanday yo'l yo'q. Lord Biro, iltimos meni qutqaring. Sen axlat bu kichik ishni ham bajara olmading. Yosh usta Biro, vaqt bo'ldi. Siz foydalanayotgan narsa Nur farzandi to'lash kerak bo'lgan narx. Sizdagi yagona yo'l iloga seni o'ldirish. Shundagina siz bu og'riqni boshqa boshdan kechirmaysiz. Nurning haqiqiy farzandiga aylaning. Ahmoq odamlar. Insonlardan faqatgina foydalanaman. Menga foydasi tegmaydiganlarni o'ldiraman. Nima? Ertaga unashtirilamizmi? Aks holda nega otam bu yerga erta keldi? Nega? Xohlamaysizmi? Otam mendan nimani xohlayotganini tushunmayapman. U faqat menga kutishimni aytdi. O'ylashimcha, u menga Perot zarar yetkazishdan qo'rqadi. Perot o'zini Nurning o'g'li sifatida tanishtirib, hammani aldaganidan beri Kayto imperiyasi bir nechta mamlakatlarni o'ziga qo'shib oldi. Ular tobora kuchayishmoqda. Hozirda otamning sog'lig'i ham yaxshi emas. Ota! Ota! Yilagisi. Sen juda katta mas'uliyatni bo'yningga olding. Bizga ko'proq vaqt kerak. Shunda sen va Bangbo aholisi xavfsiz bo'lasiz. G'arbiy Osiyo bilan nikoh
Bu senga eng yaxshi yordam. Salom. Nimaga har doim nimalarnidir o'ylab yurasiz? Biz tanishganimizga hali yarim kun ham bo'lmadi. Nima? Taqdirga ishonmaysizmi? Yo qo'rqyapsizmi? Oxirgacha men bilan qolasanmi? Biz sizlarni bugun Nur ma'budasi nomidan unashtiruvga taklif qildik. Qasamyod qilgandan keyin abadiylik uchun bu nikohni hech kim buza olmaydi. Men Yoakesey, Men Fulo. Nur ma'budasi va har ikki mamlakat xalqi guvoh. Nikoh shartnomasini tuzamiz. Bugundan boshlab biz qon bilan bog'liqmiz. Biz bir butunmiz. Men senman, sen esa men. Biz sharaf va sharmandalikni baham ko'ramiz. Har doim senga sodiq qolaman. Hech qachon tashlab ketmayman. Bu qasam o'limgacha. Janob oliylari, tayyor. Nur ma'budasi sizni duo qiladi. Borib xalqingizning duosini qabul qiling. Bizning malikamiz va mamlakatimiz haqiqatdan ham mukammallik. Bu gapingga qo'shilaman. Hey, nima bo'ldi janob oliylari? Qayerga ketyapti? Janob oliylari! Elektrolux. Birgalikda o'lish nimani anglatishini bilasizmi? Faqatgina o'lim bizni ajratishi mumkin. Ikki davlat o'rtasidagi nikoh Gupiangbo va Xian mamlakatlarining kuchini sezilarli darajada oshiradi. Yoakesey odamlar uchun tartibni saqlab turadi. Ikki mamlakat aholisi ham yaxshi hayot kechirmoqda. Ammo Kaytan imperiyasi buni shundayligicha qoldirmadi. Ikki tomon o'rtasida to'qnashuvlar kuchaydi. Ikkala taraf qo'shinlari ham yakuniy jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tezroq, yo'ldan qoching! Daholar jangi butun Xitoy uchun juda muhim voqea. Bunda Nur xudosining e'tiqodini kengaytirish maqsad qilingan. Birlamchi cherkov tomonidan tashkil qilinadigan bu musobaqa g'oliblari musobaqa tizimi ishtirokchilarining yo'qolgan sevgi mamlakatiga olib boradi. Bu yerda tasodifiy raqiblar bir-birlari bilan jang qilishlari kerak. Bu jarayon oxirgi ikki ishtirokchi qolgunicha davom etadi. Mag'lubiyat aniq ko'rinadi. Hayot uchun xavfli. Ammo Keton kichik harakatlar qilmasligiga kafolat yo'q. Xavotir olmang, ota, ona. Men albatta chempion bo'laman. Vaqti keldi. Endi haqiqiy Nur o'g'li kim ekanligini hamma bilib oladi. Men bu daholar jangi haqida oldin ham eshitganman. Nurning o'g'li ham bu tanlovda qatnashadi. Yorug'lik o'g'li shu yerda. Bu chempionatning oxirimi? Yo'q, bopangmo albatta bu tanlovda birinchilikni olishadi. Bunga umuman shubham yo'q. Endi hamma tanlov ishtirokchilarini taklif qilamiz. Hoy, qarang, ular kelishyapti. Keling, malika. Yoakesey, men seni kutaman. Umid qilamanki, qo'rqoqlarcha qochib ketmaysan. Yolg'onlaring fosh bo'lganda, qiziq, xalqing seni qanday qabul qilar ekan? Bu yilgi daholar jangi qadimgi tarixni o'z ichiga olgan Nur ma'budasining muqaddas uzugini olib chiqing. Chempion uchun mukofot sifatida. Umid qilamanki, bu musobaqada hamma yaxshi jang ko'rsatadi. Endi men e'lon qilaman. Daholar jangi rasman boshlandi.
ketdi, ko'ryapsizlarmi? Malika bu uning qaylig'i jang qiladimi? Ko'rinishdan hatto o'yin ham qirollik tomonidan yashirincha boshqariladi. Men o'yinning oxirigacha kuchimni asrashim kerak. Pulva biz. Siz menga mag'lub bo'lishni istamaysiz, shundaymi? Agar g'alaba qozonsam, Pero bilan shug'ullanishga yordam beraman. Bu juda xavfli. Men sizni avaylayapman. Mayli, bu safar tavakkal qilishimga ruxsat beraman. Elektr, menga bu yerda yolg'on gapirmang. O'sha paytda Evokasiya buni tushundi. Bulyovning raqobatlash ruhi hammaning xayolidan tashqarida. Uning qalbida Bulyov har doim o'yinqaroq qiz bo'lib qoladi. Elektr, so'ruv hech qachon rahm shafqat qilmagan. Va hozir bor kuchimni ishlatmoqchiman. Jiddiyroq harakat qilganingiz yaxshi. Endi men o'zimni ushlab turmayman. Bulyov, yaxshimisan? O'zingiz yaratgan mahoratingiz yana rivojlandi. Men yaratgan bu mahorat oldin u faqatgina vaqtga ta'sir qilardi. Yillar davomida men uni takomillashtirdim. Endi hatto o'z joyimni alishtirishim ham mumkin. Iraksi, siz ajoyibsiz. Lekin turmush qurmay turib, er bo'lish sharafli emas. Sen ham albatta ajoyibsan. Yaxshi, keyingi jangicha ko'proq mashq qilishingiz kerak. Ehtiyot bo'ling, ular nima qilayotganini biladi. Yaxshi, tashqarida meni qaytishimni kut. Malikam, uning yuqori darajali elektrolisi juda ham ajoyib edi. Sizning didingiz juda ham yaxshi. Vang bu sahnada kuchli ko'rindi. Voy, nimalar bo'lyapti? Tasvir nima uchun yo'qolib qoldi? Nima bo'ldi? Hoy, biz o'yinni ko'ra olmayapmiz. Hech qanday baxtsiz hodisa Shahzoda bo'lmadi. Peroga nimadir bo'lishi mumkin. Vahimaga tushmang. Biz u yerdagi barcha o'yinchilarning xavfsizligini ta'minlaymiz. U yerdagi yakuniy g'olib aniqlanganda, barcha o'yinchilar bu yerga qaytib kelishadi. Va oxirgi qaytib kelgan odam Daholar jangining chempioni deb e'lon qilinadi. On 8 odam. Sizlarning maqsadingiz meni shu yerda o'ldirish, to'g'rimi? Pero. Xavotir olma, Evokasiya. Ular sen bilan biroz o'ynashga ruxsat beraman. Ularga qo'shilsang yaxshi bo'lardi. Qon qurbonligi! Sen ajoyibsan, Evokasiya. Sen bilan uchrashganimdan xursandman. Sen umuman o'zgarmagansan. Sahna ortida yashirinadigan kichik bolakay. Kel, yaxshisi, gap sotishni bas qilib jangni boshlaymiz. Sen ham o'zgarmagansan. Juda kuchli energiya, lekin jismonan kuchsiz. Sen sevgi mamlakatiga kirganingda yo'q, mening tuzog'imga tushgan eding.
saqlash texnikasi. Yo'q, bu shunchaki muhr emas. Buni his qilyapsanmi? Bu sen uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Elakesay. Bu muhr insondagi yorug'lik energiyasini surib oladi. Endi sen menga to'sqinlik qila olmaysan. Sen shunday deb o'ylaysanmi? Sen haqiqiy nurning o'g'li emassan. Men nurning o'g'li emasmanmi? Sen shunchaki bu yerda muhr changalida bir umr qilasan. Bu muhr texnikasi haqiqatan ham kuchli. Mening yorug'lik energiyam butunlay cheklangan. Go'yoki u meni juda yaxshi taniydi. Men bundan tezroq chiqish yo'lini topishim kerak. Musobaqa tugadi. Musobaqa g'olibi. U Kaydon imperiyasining shahzodasi. Berot. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Meni kutganingiz uchun rahmat. Nurning farzandi bo'lish mening taqdirimda bor. Qanaqasiga? Janob oliylar qayerda? Iraksiga nima bo'ldi? Unga nima qilding? Hal qiluvchi jangda uning usullari shafqatsiz edi. U meni o'ldirmoqchi bo'lganligi uchun men uni vaqtincha u yerda qoldirdim. Bu mumkin emas. Qanday qilib? Sen Nurning o'g'lini so'roq qilyapsan. Iraksi. Tinchlanishim kerak. Mendagi yorug'lik energiyasi asta-sekin tugayapti. Lekin yorug'lik energiyasi menda bor hamma narsa emas. Tasavvur qil. Agar Nurning o'g'li bo'lsa, menda hech qachon yorug'lik kuchi bo'lmagan. Xo'sh, nima qilishim kerak? Yorug'lik energiyasi bilan birga menda yana nimadir bor. Aftidan, yorug'lik farzandi bo'lish yaxshiroq. Men yaratganlarimni afzal ko'raman. Men kechirilmaganim. Men allaqachon vaqt va makonni boshqaradigan domiy yaratishim mumkin. Bu safar biroz tasavvur talab qiladi. Xuddi shu narsa ko'rinmas energiya bo'lishi mumkin. Men hozir asob chekayotgan og'riq uchun asos olishni o'ylashim kerak. Hatto havodagi issiqlik ham menga kerak bo'ladigan kuchga aylanishi mumkin. Xotirjam bo'lib tingla. Hatto meva gullaridan ham hayotiy kuch olishim mumkin. Mening sohamdagi hamma narsadan foydalanishim mumkin. Tavakkalsiz g'alaba yo'q. Mutlaq doim. Bugundan boshlab men Nurning o'g'li unvonini butunlay meros qilib olaman. Bunga kimdir qarshimi? Menga kim qarshilik qilsa, ularning hammasini yo'q qilaman. Nur o'g'lining ulug'vorligini umrbod eslab qoling va menga abadiy bo'ysuning. Berot, Nur ma'budasining o'ziga menga tegishligi o'xshaydi. Sen qanday qilib omon qola olding? Seni hozirgi aqling bilan buni tushunishing qiyin. Nega buni o'zing tekshirib ko'ra olmaysan? Sen Nurning o'g'li ekanligingni aytding. Qanaqasiga? Mening energiyam. Qarang, bu Peronning kristallari. Qanaqasiga bu energiyasi bor yo'q o'ttiz. U yorug'lik o'g'li emasmi? Yo'q, bu noto'g'ri emas. Peron hech qachon Nurning o'g'li bo'lmagan. Qirollik oilasi bizni aldashgan. U firqa yolg'onchi. Ular yolg'onchi. Hammangizni vahima qilishga bas qiling. Ular sizni ahmoq qilishyapti. Bu odam qandaydir texnika ishlatgan. Men uni o'ldiraman. Men uni o'ldiraman. Elakesay. Seni avvalroq o'ldirishim kerak edi. Sen bo'lmaganingda bu voqealar bo'lmas edi.
Men bugun seni shu yerda yo'q qilaman. Sen haqiqatan ham juda qaysarsan. Men qirollik qilichiman. Men bu mamlakatning shahzodasi. Kaytonman. Men bor kuchimni seni o'ldirish uchun ishlataman. Yaxshi. Hozir aytganlaringni menga ko'rsata olasanmi? Men qirol avlodidanman. Qayerdagi odam menga bunday gapirishga jur'at eta oladi? Qirollik qamoqxonasi. Nega qochyapsan? Nima mendan qo'rqayapsanmi? Bu shunchaki hiyla. Seni tuzoqqa tushirish uchun. Men bu mahoratni o'zim o'ylab topganman. Va u meni to'liq boshqaruvimda. Oddiy mahorat uni yenga olmaydi. Qanaqasiga bunday bo'ldi? Pianlo, buni tugatish vaqti keldi. Jinursa! Bolaligimdagi xo'rlik, og'riq va qiynoqlarga chidadi. Ularning barchasi bugun uchun edi. Sen mening orzuyimni yo'q qilding. Men seni umuman kechirmayman. Bu qanday energiya? Men sizlarga berganlarimni 2 barobar qilib qaytarib olaman. Beylo, begunoh odamlarni o'ldirishingga yo'l qo'ymayman. Qanaqasiga Nur ma'budasining kuchi senda bor. Zolding. U masteralik Men ham tomonidan yaxshiman. gapirilgan Nurning yorug'lik o'g'li. o'g'li. Bu emas. Men yorug'lik o'g'liman. Yo'lakesi. Qilgan gunohlaring uchun javob berish vaqti keldi. U bizni qutqardi. Nurning o'g'li. Yorug'lik o'g'li. Yo'lakesi. Men seni daholar jangining chempioni deb e'lon qilaman. Nurning o'g'li. Yo'lakesi. Siz dunyoni yorug' qalbingiz bilan qarasiz. Yulduz muqaddas quyosh va oyga qaragan. Xudoning marhamati. Bugundan boshlab men sizning mashg'ulotlaringizga yordam beraman. Siz yangi nur xudosi bo'lganingizcha. Nur xudosi, nur ma'budasi bashoratida bir muhim narsani sezib qoldi. Bu qadimiy artefakt, qadimgi tosh daraxti. Qadimgi tosh daraxti? Bu nima? Bu tosh daraxtini hatto xudolar ham xohlaydi. Bir paytlar xudolar bu tosh daraxti uchun urushlar olib borishgan. Men bashoratdan foydalandim. Keyin men kelajakni ko'rishga uringanim uchun jazolandim. Bashoratni to'liq ko'ra olmagan bo'lsam ham, lekin men u yerdagi bashoratda seni ko'rdim. Yo'lakesi, u seni kutmoqda. Meni kutyaptimi? Menimcha uyga qaytish uchun biroz erta.
Elokesay. Ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yganing uchun rahmat. Ulug'vor cherkov va Nur Xudosining iymoni saqlab qolindi. Nur Xudosining vorisi sifatida sen Ulug'vor cherkovining yangi vorisi bo'lasan. Qo'yilmaqom. Ajoyib. Senga bo'lgan ishonchimizni qabul qil. Men senga taklif qilayotgan ishonch. Biz seni tanlaymiz. Bizni himoya qilganing uchun rahmat. Nima qilyapsan? Bu siz uchun qurbonlik. Iltimos, mening qurbonligimni qabul qiling. Mening jonim, mening tanam. Men va bu yerdagi boshqa odamlar sizga qurbonlik keltirish uchun yaratilgan. Men sizlarni himoya qilishim uchun menga hech qanday qurbonlik kerak emas va sizlarda mavjud bo'lgan barcha narsa faqatgina o'zingizga tegishli. Hatto xudolarni ham uni olib qo'yishga haqqi yo'q. Iltimos, bizning qurbonligimizni qabul qiling. Iltimos, bizning qurbonligimizni qabul qiling. Mening jonim, mening tanam. Chunki biz o'sha payt Elokesay men hayotimni birinchi marotaba his qila oldi. Asl e'tiqod. Garchi bu odamlarni aqldan ozdirsa ham. Bu nimasi? Bu juda dahshatli. Iraksi, katta toshbaqa qobiq texnikasini kuting. Keling, Pangboga qaytamiz va turmush quramiz. Iraksi, Kechirasan. Men biroz oldin nima bo'lgani haqida o'ylayapman. Seningcha, ularning e'tiqodi g'alati emasmi? bu haqida o'ylayapsizmi? Xavotir olmang. Siz bilan yorug'lik o'g'li bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Ular hammasi sekin o'zgarishadi. Nihoyat yetib keldik. Bu quyosh voy xudosi tomonidan bashorat qilingan joy. Men bu yerni ko'rmoqchi edim. Bu katta toshbaqa kelganimizga arziydi. Bu marosim bilan sizlar haqiqatan ham Elokesayni o'ldirmoqchimisiz? Bir marta buyuk xudomiz senga imkoniyat berdi. Ikkinchi imkoniyat bo'lmaydi. Men senga o'z tanamni taklif qilaman. Qo'shishcha lekin zo'r ekan-a? Quyoshvoy girdobi yaqinda xarobalarga yetib kelishini aytgandi. Iraksi, Ehtiyot bo'l. yo'q. O'lim xudosini bu yerga kim chaqirdi? O'lim xudosi, iltimos, Nur xudosining vorisi Elokesayni o'ldiring. Sizdan iltimos, Nur xudosi, uni o'ldiring. Agar uni hozir o'ldirmasangiz, u kelajakda juda katta xavf keltiradi. Shartnoma bajarildi. Sen Elokesaymisan? Men bu yerda o'lim xudosini ko'rishni kutmagandim. Kamaga odamlarning buyruqlarini bajaryapsan. Ular shartnoma uchun o'zlarini qurbon qilishdi. Bu bitam adolatli. Kutilmagan uchrashuv. Bu xudoning kuchiga qarshi tura oladi.
senda bor narsa faqatgina shumi? Meni ajablantirishda davom eta olasan deb o'ylagandim. Bu yer sen uchun tugadi. Oy ma'budiyasi! Bu xuddi siz bashorat qilganingizdek. Men senga eslatishim kerak, aziz Nurning o'g'li. Bu taqdirni yenga o'tish uchun senga o'limga qarshi tura oladigan jasorat va kuch kerak. Yalakesay, mening bashoratim butunlay tarqab ketdi. Endi qolgani faqatgina o'zingga bog'liq. Iraksiya ko'rsatmalarga amal qildi va bu yerga keldi. U buyuk toshbaqa texnikasi qanday bo'lishini xohladi. Yanada kuchliroq bo'ling. Hattoki o'lim ma'budini ham mag'lubiyatga uchratdi. Va shunday dedi. Boshlandi. Buyuk toshbaqa qobiq texnikasini olish uchun biron bir sinovga ehtiyoj yo'q. Bu nima talab qiladi? Senga nima kerak? Men senga faqat bir narsa beraman. Juda ham sodda. Bu hech qachon bunchalik oddiy bo'lmagan. Xuddi har doim odamlar murakkab bo'lgani kabi ko'pincha e'tibordan chetda qolish bu asoslarga qaytishdi. Qanday qilib jodugarni o'ldirmoqchisiz? Ammo men qay yo'lni tanlaganingizni bilmayman. Faqat ma'budlargina ma'budni o'ldirishi mumkin. Birinchi Nurning birinchi farzandi, quyosh va oy xudolari va ma'budlarni ko'ring. Muqaddas ajdarho bo'lishga tayyorlaning. Yorug'likning farzandi, quyosh, oy xudolari va jinlarni iste'mol qiling. Shon sharafli ma'bud bo'ling. Va sizni Nuringizning uchinchi o'g'li va sizni o'g'lingiz. Siz shunchaki quyosh yoki oy deyishingiz kerak. Siz bu ma'budlar ortidan kuchga ega bo'lasiz. Yalakesay, quyosh, oy xudolari va nur o'g'illarining kelib chiqishi bir xil. Faqatgina ikkitasi birlashganda ular portlaydi. Nur o'g'lining haqiqiy kuchi. Endi men yeyman. Bu mening taqdirim. Va sen Nurning o'g'lisan. Deganda o'ziga nishni qil. O'ldiring. Uni o'ldiring. Uni o'ldiring. O'ldiring. Afsuski, men hech qachon taqdirga ishonmayman. Men faqat o'zimga ishonaman. Va sizning yolg'onlaringiz. Bularni to'xtatish vaqti keldi. Iraksi, siz istaksiz ma'budga aylana olmaysiz. Buyuk der texnikasi xudoga aylanish bilan bog'liq. Yo'q. Buyuk toshbaqaning qobig'i texnikasi. Bu noyob yashash. Shaxs qanchalik kuchli bo'lsa, qancha ko'p bo'lsa, shuncha kuchli bo'ladi. To'g'ri, ularning oldidagi maqsadni bilib bo'lmaydi. Ammo toshbaqa qobig'i texnikasi bu oddiy kuch emas. Men bunday shuhratparastlikni qo'llay olmayman. U odamning irodasidan kelib chiqadi. Iraksi, sizda bu haqida hech qanday aniqlik yo'q. O'tmishdagi, hozir ham
Sizga uchtasi. Biz bilan shartnoma tuzishga tayyor. Sizga sovg'a. Grand Duxo Giagia qo'lida. Sizga tegishli ong mutlaqo to'g'ri. Iraksiga tegishli dunyoni biz kutamiz. Xo'sh, siz qanday dunyo yaratasiz? Hech narsa seni qutqara olmaydi. Sening o'liming allaqachon aniq qilingan. O'lik murda uchun sen boshqacha ko'rinasan. Bu yana qanday kuch? Sen o'lim xudosiga qarshi chiqyapsan. Kimligingni unut. Undan ko'ra menga qara. Sen o'lim xudosi bo'lsang ham, bugundan boshlab sen o'z xohishing bilan qolganlarning hayotiga aralashmaysan. Men bor ekanman. Bu albatta g'alaba qozonadi. Sen shunchaki insonsan. Qanday qilib xudoga buyruq berishing mumkin? Chunki men Elakesman. Meni kechir. Biroz kechga qoldim. Iraksi. Yaxshimisiz? Ajoyib. Ha, men yaxshiman. Va shuningdek, katta toshbaqa soxta hayvonini ham oldim. Iraksi, siz rostdan ham buyuk toshbaqa qobig'ini oldingiz. Qara. Flora, U meni rad qilyapti. katta toshbaqa daraxti hamma uchun emas. Undan foydalanish uchun ham juda katta narx to'lash kerak. Mayli, unuting. Flora, senga nima bo'ldi? Hech narsa, Iraksi. Siz endi nima qilasiz? O'ylaymanki, men undan yaxshiroq dunyoni yaratish uchun foydalanaman. Va'da bering. Bundan oldin bizni to'yimiz haqida unutmang. Albatta, bu eng katta to'y bo'ladi.
Bolajonim, Ota, sizlarning to'yingizdan keyin men G'arbiy Osiyo taxtini Elakesiga topshirmoqchiman. ammo siz menga G'arbiy Osiyo qiroli bo'lishni va'da qilmadingizmi? Men uni bunchalik kuchli bo'lib ketishini bilmagandim. Bu mamlakatga yaxshi podsho kerak. Ammo ota, G'arbiy Osiyo qirolichasi bo'lish bolalikdagi orzuyim. Boshqa takrorlamayman. Ko'rsatmalarimga amal qil. Yangi qirolning taxtiga o'tirishiga hamma odamlar guvoh bo'lsin. Endi yangi qirolning to'yi rasman boshlandi. Hoy, nega yig'layapsan? Bugun janob olilar uylanyapti. Qanday xursand bo'lmasligim mumkin? Nega malika hali ham kelmagan? Axir u juda ham kech qoldi. Biror gap bo'ldimikan? Hoy, qarang. Malikamiz juda ham chiroyli. Malika juda ham chiroyli. Ajoyib. Flora, Qirol Eraksi. men bu ajoyib kechada Nur ma'budasining vorisi, ulug'vor qirol Elakesey va malika Floraning to'y marosimi qasamyod qilgandan keyin bu rishtalar abadiy buzilmaydi. Men Elakesey, Men Suru. Nur ma'budasi va har ikki mamlakat xalq guvohligida qasamyod qilaman. Shu ondan boshlab biz qon bilan bog'langanmiz. Bu qasam men senman, sen esa men. Sharaf va sharmandalik, quvonch va qayg'uni ham birgalikda qabul qilamiz. Hech qachon bir-birimizni tashlab ketmaymiz. Toki o'lim bizni ajratmagunicha. Nur ma'budasi nomidan e'lon qilaman. Qirol Elakesey va malika Flora rasman er-xotin. Flora, hozirdan boshlab men seni doim himoya qilaman. Seni sevishga va abadiy baxtli qilishga va'da beraman. Abadiy. Eraksi. Birgalikda o'lish nimani anglatishini eslaysizmi? Albatta bilaman. Bizda faqatgina o'lim ajrata oladi. Bu to'g'ri. Faqat o'lim bizni ajratishi mumkin. Bu yana nimasi? Flora, nega? Nima uchun? Nega Kaptuldan xat oldingiz? Siz aniq bilmaysiz. O'sha kuni Zaguy Jasho ham meni chaqirdi. Sizni o'tmishingiz yorqin va porlagan, ko'zga ko'rinadigan yulduz kabi. Ammo kelajagingiz xiralashyapti.
faqat boshqa birovni vassaliga aylanishi mumkin. Malikam, didingiz juda yaxshi. Sizni kelajagingiz hech narsa emas. Faqat cheksizlik va zulmat bor. topshiraman. Bu men xohlagan kelajak emas. Men bunday kelajakni xohlamayman. Toshbaqa qobig'i meni rad etdi, ammo sizni emas. Lekin siz aniq yorug'lik o'g'lisiz. Nega barcha yaxshi narsalar sizga tegishli? Nima uchun meni eng muhim narsamni olib tashladingiz? Sen buni xohlamaysanmi? Men senga bu borada yordam berishim mumkin. Agar uni o'ldirsang, kelajakdagi barcha narsalar seniki bo'ladi. Bu xanjar Nur o'g'lini o'ldiradigan zahar bilan qoplangan. Iraksi, agar bu dunyoda siz bo'lmasangiz, Mening kuchim, tanam, bu yer juda sovuq. Bu yilagi sening hayotidagi eng umidsiz kun edi. Yo'q. Papaning xanjari haqiqatan ham foydali. U nihoyat o'ldi. Bu aslida Peronning rejasimidi? Uzoq vaqt davomida rejalashtirilgan tuzoq. Seni o'zim nargi dunyoga jo'natib qo'yaman. Yoki sey. Bu xanjar mening barcha kuchimni tortib oldi. Kamiga tanam ham harakatlanmayapti. Ammo bu og'riqlar bilan solishtirganda shu yerda o'lgani ming marotaba yaxshi edi. Ota-onamni men uchun kurashayotganini ko'rish juda og'ir. Deylan, Kapey, tez Deylanga seni bu yerdan olib ketay. Lekin uning o'zi hech narsa qila olmaydi. Ona! O'sha kecha Loraning dahshatli olovi butun shaharni kulga aylantirdi. Men ularni shaptira moliya qildirdi. Tezda bu yerdan ketay. Tezroq ilakasini tutishimiz kerak. Qani tezroq, sizlar u yerga. Janob olilar, men ularni chalg'itaman. Biroz sabr qiling. Tez orada sizni olib ketishadi. Bu ilakasi, hamma tezroq bu yerga kelsin. Shahardagi barcha odamlar, shu jumladan ilakasining otasi va onasi, qadrli insonlari, vatandoshlari, do'stlari va shahardagi barcha begunoh odamlar hammasi o'ldirildi. Hech kim omon qolmadi. Faqatgina Ilakasegina qoldi. Janob Ilakasey, uyg'oning. Sen bola bu yerda nima qilyapsan? Ajoyib, hamma bu yerga. Va nihoyat uni topdik. Xotirjam bo'ling. Biz Nurning o'g'liga ishonamiz. Nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar biz sizni qutqaramiz. Tezroq uni bu yerga olib keling. Faqatgina o'z o'liming bilan bu qit'aning farovonligini yana qayta tiklashimiz mumkin. Nima? Yashasin, papa! Tinchgina nargi dunyoga bor. Uni o'ldiring. Bizning hayotimiz izmiga qaytadi.
Kesay. Nima? Bu menicha oxirimi? Kesay. Sen buni 100 marotaba sinab ko'rding. Taslim bo'l. Sendagi nur energiyasi allaqachon qurigan. Sen uchun soxta tanani yaratish shunchaki papani aldashi mumkin. Sen hayotga qaytish imkonsiz ekanligini qabul qil. O'liklar qayta tirila olmaydi. Bu yaratgan tomonidan o'rnatilgan qoida. Sen buni qancha davom ettirishingdan qat'iy nazar bu foydasiz. Yaxshi. Men seni ogohlantirgandim. Chunki men ham buni qila olmayman. Biroz jim tursang yaxshi bo'lardi. Afsuski. Men bu yerda o'lgan begona odamlarni his qilyapman. Bu ularda ham energiya borligini anglatadi. Ular bilan bog'lanish orqali ishonchim komil men ularni qaytara olaman. Vaqtingni behuda sarflama. Mana bu men siz uchun qila oladigan oxirgi narsa. Ota. 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 Sen juda ko'p azob chekkanga o'xshaysan. Ota, meni kechiring. Iltimos, meni kechiringlar. Men hech kimni qutqara olmadim. Kechiringlar. Hammasi mening aybim. Hammasiga men aybdorman. Bu sening aybing emas, bolajonim. Agar ayblash kerak bo'lsa, men ham bunda aybdorman. Men beparvo bo'lmaganimda edi. Ota, agar hamma sevgan insoniga uylanmoqchi bo'lsa, Flora uchun adolatsizlik emasmi? Senchi? Men siz va vatanim uchun hamma narsaga tayyorman. Nur Xudosiga rahmat. U bizning xayrlashib bo'lishimizga imkon berdi. Qarang, Boli hazratlari, Ivakesi. Janob oliylari. Shahzoda Ivakesi. Sen hech kimni xafa qilmading. Aksincha, sen tufayli ko'plab odamlar baxtli bo'ldi. Va endi ular buni bilishingni xohlaydi. Sevgi hech qachon o'lim bilan yakun topmaydi. Biz har doim sening yoningda bo'lamiz. Ona, Nur Xudosi menga bergan vaqt unchalik ko'p emas. Yaxshi yasha, o'g'lim. Yodda saqlang. Agar biz ketgan bo'lsak ham sizni yaxshi ko'ramiz. Iltimos, ketmang. Meni yolg'iz qoldirmang. Yo'q. Yo'q. Iltimos, to'xtang. Agar bu dunyoda sizlar bo'lmasangiz, meni yashashimdan ma'no nima?
Iraksi, siz yorug'lik farzandisiz. Hali qiladigan vazifangiz bor. Hozirgi kunda insonlardan dahshatlisi yo'q. Shon sharaf xudosi yorug'lik xudosiga xiyonat qildi. Bu xudoning iymoni butun yer yuziga singaydi. Ulug'vor jamoatga shubha qiladiganlar, barcha isyonchilar poklangan edi. Bir necha oy ichida 6000 yil davomida ulug'vor bo'lgan qit'a qon va jasadga to'ldi. Materik uning mamlakati bo'ldi. Yer yuzidagi do'zax yolg'on ma'bud tomonidan boshqarildi. Siz bu qorong'u dunyoni tuzatishingiz kerak. Men senga qasos olishing uchun o'z kuchimni berishim ham mumkin. Men rad etaman. Zulmat. Buning nimasi bormi? Agar siz ularni tiriltira olmasangiz, bunday holda men o'zim yolg'iz davom etaman. Iraksi, nima qilmoqchisiz? Sizni kelajagingiz yorug'likning yangi ma'budi bo'lish. Agar xohlasak, sen o'lim xudosi vorisi bo'lishing mumkin. Men rad etaman. Nur xudosi ham, o'lim xudosi ham. Bu sizning kutganingiz. Men vakilsiman. Men o'ylamdan birga bo'lishni xohlardim. Men tufayli o'lgan barcha odamlar kabi. Bu sizni tanlovingizmi? Siz kelajak irodangizdan foydalanishingiz kerak. O'lik ruhga aylandi. Meni kechiring. Ota, men qila olmayman. Men sizning umidlaringizni bajara olmayman. Siz bu dunyoda yashay olmayman. Yaxshi yashash. Katta toshbag'i qobig'i to'liq ochildi. Yo'loq esa u yerda yanada kattaroq mavjudligini his qildi. Bu yerda juda ko'p og'riqlarni boshdan kechirdi. 10,000 marta azob, 10,000 marta umidsizlik, 10,000 marta tirilish, 10,000 marta o'lish. Va oxirida Ilokesi dahoga aylanib, Zefning irodasini meros qilib oldi. Endi hamma qilgan ishlari uchun javob beradi. Og'ir sinovlardan so'ng o'rni qo'ygan, o'zi bo'lmoqchi bo'lgan odamni topdi. Va o'zining eng katta ijodini yakunladi. Men seni ko'ryapman, butun qit'adagi eng yaxshi jangchiga aylan. Men seni eng yaxshi sehr borligini ko'ryapman. Sen ham oldinganda Adesey, hamma joyda yaxshilik qilayotganingni ko'ryapman. Qayerga borsang ham yaxshilik qil. Odamlar sendan minnatdor bo'lishsa, bu o'zingga ham yoqadi. Ota, ona, men ulug'vor devorlarni ko'taraman. Sizlar ham sanoqsiz ajoyib voqealarni ko'rasiz. Bu yerdagi hamma odamlar, ular baxtli hayot kechirishadi. Urushlar yo'q, kasalliklar yo'q, hech qanday zulm yo'q, hech qanday qirg'in yo'q.
E'tiqod erkinligi. Azob-uqubatlar hech qachon sodir bo'lmaydi. Bu bizning kuchimizga aylanadi. Barcha azoblar bizni yengilmas qiladi. Men sizlarni butun dunyoga qarshi urushga olib boraman. Qon uchun qon, jon uchun jon olamiz. Biz hech qachon o'lmaymiz. Qanaqasiga? Ular yana tirilishdi. Sizlar juda yoqimtoysiz. Yana kimning o'lgisi kelyapti? Bu nimasi? Nega ular o'lishmayapti? Men ularni o'ldira olmayapman. Pero Hey, yaxshimisan? Sen kimsan? Kimsan? Sen yolakesay. Bunday bo'lishi mumkin. Meni o'ldirma. Meni o'ldirma. Hamma aytganlaringni qilaman. Bu uchun kech bo'ldi. Sening o'liming. Bu mening qasosimning boshlanishi. Mening aziz malikam, G'arbiy Osiyoning ulug'vor qiroli, biz sizning buyruqlaringizni kutmoqdamiz. Bu chiroylimi? Sizning shon-shuhratingizga hech kim teng kela olmaydi. Ular nimani kutayotganini ayting. G'arbiy Osiyo imperiyasining yangi qiroli, shon-sharafning oliy rabbisi. Ular nimani ko'rishyapti? Ulug'vor qit'adagi eng mukammal malika, Xudoning huzuridagi eng qudratli mavjudot. Xo'sh, unda ular nimaga ro'baro kelishdi? Yangi davr, yangi malika bilan boshlanadi. Abadiy olovning abadiy shohligi. G'arbiy Osiyodagi sevimli odamlar. Bu ma'bud qirolligining boshlanish nuqtasi bo'ladi. Va men sizlarni, malikangizman. Sizlarni farovonligingiz uchun hamma narsaga tayyorman. Men har doim abadiy sizlarga sodiq bo'laman. Yashasin malika! Yashasin malika! Yashasin malika! Yashasin malika! Mana shu vaziyatni film boshlaganimdan beri ko'rmoqchi edim va nihoyat keldi mana o'sha vaqt, qizni o'ldiradigan vaqti. Iraksi, siz o'lmadingizmi? U haqiqatdan ham ajoyib inson.
Ammo bilasanmi? Necha marta bo'lmasin, men baribir barchangizni o'ldirishni tanlayman. Men boshida sizni qutqardim. Nega faqat men yaxshilik qilishim kerak? Hozir adashmayapman. Qilayotgan barcha ishim kelajagim uchun. Kelajak. Kelin judayam chiroyli, judayam baxtli juftlik. Bu dunyodagi eng yaxshi to'y. Qanday ajoyib juftliklar. Tabriklaymiz. To'y muborak bo'lsin. Sizlarga baxtli hayot tilaymiz. Sizda allaqachon eng yaxshi kelajak bor. Lekin sen buni o'zing yo'q qilding. Elokasining o'liklar armiyasi insoniyatga tegishli bo'lgan barcha qal'alarni yo'q qilib ulardan qasos oldi. Oxir oqibat uning tojsiz xudo ulvoni butun qit'ada tarqaldi. Sen nihoyat shu yerdasan. Qanday bo'lmasa, men yaratgan jannat, xudolar yaratgan jannat kabi yaxshi. Bema'ni gaplar. Qanaqa xudo? 6000 yil oldin buni men ham aytgandim. Bilasanmi, nega menda senga qarshi adovat bor? Sening qobiliyating. Nurning birinchi o'g'li Quyosh va Oy xudosi uyasini oldi va keyin muqaddas ajdarho bo'lish uchun osmonga ko'tarildi. Nurning ikkinchi o'g'li Quyosh va Oy xudosi uyasini oldi va keyin ulug'vor xudoga aylandi. Va men Nurning ikkinchi o'g'li Nur xudosining marhamati bizni merosxo'r bo'lishimiz uchun tanlashgan. Men deyarli 6000 yil kutdim, lekin hali ham xudoga aylana olmadim. Kundan kunga qarayotganimni kuzatardim. Kuching yo'qoladi, taningiz zaiflashadi. Shunday qilib men Quyosh va Oy xudosining inini yedim, lekin bu yetarli emas edi. Biz ham jonli mavjudotlarni yeyishimiz mumkin. Menga qo'shil, Ilokesey. Axir sen ham Nur xudosiga xiyonat qilding. Uni men bilan birga o'ldir. Bu dunyoda hukmronlik qiladigan yangi odamga aylan. Menga qo'shil, Ilokesey. Menga qo'shil. Birgalikda bu dunyodan rohatlanamiz. Aks holda men senga xudoni o'ldiradigan kuchni ko'rsataman. Xudo, sen ham bunga loyiqsan. Men oliy mavjudot, ulug'vor xudoman. Sen har doim o'zingni xudo deb ataysanmi? Haqiqatan ham kichik va juda kuchsiz. Sen xudoga aylanganga o'xshaysan.
Odamlar meni har doim hayratda qoldirishga. Men sening go'shingni tatib ko'rishni umuman kuta olmayapman. Menga tega olaman deb o'ylayapsanmi? Cho'q. Sen juda achinarli darajada zaifsan. Buni hali ko'ramiz. Xudoning marhamati, Chen qirolligi abadiy qolishimga yordam bering. Tosh tog'i va qon dengizi bu narsa bir bu yerda o'zini tarkibini aytolmayman. Seningcha jahannam yomonmi? Dunyoda hukmronlik qilish, dunyo qanday bo'lishi seni qiziqtirmaydimi? Gaplaringni eshitishdan to'ydi. Meni biroz bo'lsa-da qiziqtira olding. Seni mag'lub qilganimda buni tushunib olasan. Xudo marhamati, to'liq ochish, qonunlar hamma narsa. Ulug'vor Xudo. Hamma gapingni tugatdinglar. Qariya, kel yaxshisi senga o'rgataman. Xudolar darajasida eng muhimi qoidalar jangi. Yana qanday qoidalar? Men qanaqadir bema'ni qoidalarga bo'ysunmayman. Hozir sen o'lasan. Sen hatto menga umuman zarar keltira olmaysan. Endi nima qilmoqchisan? Oxiri men seni yeyman. Xuddi hozir o'zimni seni yeyotgandek his qilyapman. Bu qiziqmi? O'ynash kifoya. Allaqachon o'lish vaqting keldi. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Men ulug'vor Xudoman. Mening kuchim abadiy. Rostini aytsam, seni bir paydardunning o'g'li bo'lganligingga ishongim kelmayapti. Bu biroz jirkanch. Sen shunchaki axlatsan. Menimcha seni hatto o'lim xudosi ham qabul qilmaydi. Men axlat deb aytishga jur'at etyapsanmi? Sen axlatsan. Kelsak, mening izdoshlarim, azob chekyapsizmi? Menga barcha iymoningizni bering. Shunda men bu falokatni to'xtataman. Yashasin, papa! Ularning hammasini o'ldiring. Endi menga bas kela olmaysan. Kelsa, bu odamlardagi iymonning kuchi. Men bu bilan yaratuvchining kuchiga ega bo'laman. Yelakesi. O'sha paytda hech qanday xavfni his qilmayotgan edi. Hamma narsa
Nima, sening shunday xunuk istaklaring uchunmidi? Endi men bilan qanday kurashasan? O'sha soniyalarda otasining aytganlari yodiga keldi. Yalakesay, odamlarning sevgisi Bularni siz uchun yetishtirdim. Derazangiz oldi har doim gullab yashnashi hech mumkin. qachon o'lim bilan tugamaydi. Salomat bo'ling. Sevgi, haqiqiy, abadiyat. Menga qilgan shuncha ishlaringdan keyin seni shunchaki oddiy o'ldirmayman. Lanatı! Lanatı! Sen beni öldüre olmaysan! Bilasanmi? Men seni ezib tashlayman. Men uchun bu juda oson. Qo'yib yubor. Men xudoman. Men xudoman. Sen uchun bu hali oxiri emas. Bu ahmoqona kuchga intilishingda bekorga begunoh odamlar halok bo'ladi. Shu sababli men seni oson o'ldirmayman. Sen o'ldirgan odamlarning cheksiz nafratini his qilasan. Bu his senga yoqayaptimi? Yalakesay, sen misli ko'rilmagan tarzda barcha o'lik odamlarning ruhlarini qaytarding. Bu ajoyib. Buni hatto xudolar ham qila olmaydi. Chunki men oilasi bilan birga bo'lishni xohlaydigan yagona xudoman, shundaymi? Keyinchalik sen yangi dunyo qurishing mumkin. Xudbinlik, ochko'zlik va rashk, ma'nosiz istak. Bu hislar dahshatli falokatlarni olib keladi. Endi menga insonlar dunyosi qiziq emas. Men faqat oilam bilan birga bo'lishni xohlayman. Vayronagarchiliklardan keyin yangi yerda sivilizatsiyalar yana rivojlanishni boshlaydi. Nega men aralashishim kerak? Yalakesay, balki bir kun insoniyat yengilmas dushmanga duch kelsa-chi? O'sha paytda ularga yordam berasanmi? Insoniyatga sening kuching kerak bo'lishi mumkin. Hozir sen yaratuvchi xudoning kuchiga egasan. O'sha kun kelsa ko'ramiz. Odamlar mendan yordam so'rashga loyiq yoki yo'qligiga qaraymiz. Sen bilan bo'lgan sayohatim shu yerda tugaydi. Endi men ketishim kerak. Nurning keyingi o'g'lini kutaman. Qiziq, keyingi nur o'g'li qanday bo'larkan? Men uchun qilgan hamma narsang uchun rahmat. O'zingni ehtiyot qil. Yalakesay shu bilan g'oyib bo'ldi. U bu dunyodagi hamma narsani rad etdi. Tarix unga qanday ta'rif berishiga umuman qiziqmaydi. U shunchaki dunyoni asliga qaytardi. U merosxo'riga minora qoldirdi. Men o'z kuchlarimni munosib odamga topshirishim kerak.
kimdir uni uyg'otguncha bu davom etadi. Qavye! Iraksi, katta. Sevimli xochinimni qutqaring. Ushbu anime 3 animelardan xulosa uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Timur va Zarina. Tarjimon Timur, ta'minchimiz Ayin. Qolgan animelarda ko'rishguncha xayr, chunki buni keyingi qismi yo'q. Bu bitta film.手握日月，摘星辰，世间无我，彻安然。